Oxun Boboyevda hali bunaqasi bo'lmagan. 7 ta xonali tayyor hovlimiz 30 ming dollar. Bugungi sotilayotgan obyektimiz Olmazor tumani Oxun Boboyev mahallada. O'zimizga kelib, shu yerdagi aholidan so'radi. Bir sotuviga 35 ming, 40 ming dollardan baho chiqarishgan. Biz uy egalari bilan kelishib 30 ming dollardan srochli narxlarni chiqardik. Sotilayotgan obyektimiz 486 sotuvdan iborat 7 ta xona. Bundan tashqari 2 sotuvdan oshiq zaxvati bor. Hamma sharoitlari to'liq qilib o'tilgan. Tashqariga ham, ichkariga ham bemalol mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Ha, aytgancha, bundan tashqari sizlar xohlagan barcha kommunikatsiya bor. Darvoza xonadan kirib kelsanglar ham, ichkariga ham mashina qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, kirganda o'ng tomonda bitta zal, bitta spalnyasi joylashgan. Chap tomonda bo'lsa bitta zal, bitta spalnya hamda bitta detskiy bor. Shu ko'rib turgan binolarning tagiga to'liq podval qilingan. Chapki tomonda ko'rib turganlaringizdek uzungina hovlimizga tushgan binodan qad rostlagan. Hop, bu yerda bitta spalnya, bitta zal, undan tashqari oshxona, hammom, tualeti joylashgan. O'ng tomonimizda ko'rib turganlaringiz o'zining yashil hududi, tapchan zonasi, yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joylari qilib o'tilgan. Fasadimiz 15 metr, hovli umumiy maydoni bo'lsa 486 sotuv, 7 ta xona. Pastda bo'lsa joy egasi raqamini qoldiramiz. Bemalol bizning kanal nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.